ko'rkam dunyoda 3 nafar talabaning onasi. Iloyim yurtimizda sizga o'xshagan onalar ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Kutmagandim, juda ham ajoyib sovg'a bo'ldi. Biz ayollarda shunchalik aziz qizlar, sizlarga ham Alloh aziz qilsin. Rahmat. Qo'llaringga o'sma qo'y endi bu qoshlaringga o'sma qo'y endi Har qanday ob-havo bo'lishdan qat'iy nazar ustozlar bolalarning xavfsizligi, ularning hayotini o'ylab hamisha jon beradi. Rahmat ustozlar. Sovuqda sovuq, issiqda issiq durasdan xalqqa xizmat qilyapsizlar. Omon bo'ling, mana sizlar. Yaxshi kunlarda keyin nabiralarning to'ylarida keyin. Chiroyli qilib tiktirib kiyib tabriklayman. Yashang. Xalqimiz uchun qilayotgan xizmatlarni albatta yaratganda o'z mukofotini bersin. Bola-chaqangiz baxti yomon bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat sizlarga. Bu bayram eng ulug' bayram. Sabab onajonlar bayrami, opa-singillar bayrami. Hamma inson dunyoda eng asosiy, eng do'sti bor u ham bo'lsa ona. Mana. Bu sizga tabriklaymiz. Fursatdan foydalanib 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan yurtimizdagi shamiki opa-singillarimiz, onajonlarimiz va muhtarama buvijonlarimiz barchalarini chin dildan muborakbod etaman. Ilohim hammamizga shunday kunlarni ko'rish, ko'pini ko'rish nasib qilsin. Hammamiz baxtli yashaylik. Yana bir bor bayramlaringdan chin ko'ngildan tabriklayman.